$500 Mounjaro oluvdim. Bir tillik effekti bo'lmadi. Qizlar, Mounjaro, Ozempic, Semavik va shunga o'xshash preparatlar sizlarni ozdirmaydi. Hammasini asosiy vazifasi bizning miyamizdagi GAP, GLP retseptorlariga ta'sir qilib, ishtahamizni boshqaradi va ishtahamizni bo'g'ib qo'yadi. Undan tashqari, oshqozonimizga ta'sir qiladi-da, oshqozonimizda ovqatini ko'proq ushlab turishida sababchi bo'ladi. Lekin sizlar shunaqa preparatlarni to'xtatishinglar bilan yana ishtaha o'z holatiga keladi. Vazn ham oldingi holatiga qaytadi. Hattoki 2 barobar ortig'i bilan qaytishi ham mumkin. Shu sabab hech qachon ishtahani sun'iy pasaytirishga qiziqmanglar. O'zi ishtaha nima uchun ko'tariladi va uni qanaqa qilib tabiiy pasaytirish mumkin? Shularni bilib olish uchun men sahifamga obuna bo'linglar va har kunlik istoriyalarimni kuzatib boringlar. Men sizlarga ishtahani tabiiy ravishda pasaytirish yo'llarini rilslarimda, istoriyalarimda bo'lishib boraman.